Ikkita masxaravozni qo'yib qo'ygan videosi millionlagan prosmotr yig'yapti. Bir oyga yetmasdan haqni bayon qiladigan ustozlar, Allohni tanitadigan, payg'ambarga muhabbatni uyg'otadigan ma'ruzalar qilgan ustozlarning ma'ruzalari 50 ming ham prosmotr yig'a olmayapti. Falon jamoatning konserti bor, bir haftada 7 million prosmotr. Ummatda ahvoli qanaqa ekanligini bilmoqchimisizlar? Ummatda ahvoli shunaqa. Bu nima degani? Biz qayoqqa qarab ketayotganimizni ko'rsatyapti degani. Bir go'rkov aytadi. Qoraka deydi, bir boyvuchchani onasini ko'mdik deydi. Rossiyadan deydi granit degan toshni olib keltirdi deydi. Ana qimmat qora toshni deydi, olib kelib qo'ydirtirdi atroflariga, u qildi, bu qildi. Ko'p o'tmasdan haligi boyni deydi, xolasi vafot etdi deydi. Xolasini bolalari shu onani qabrini oldiga olib kelib ko'mishdi deydi. Bir yil o'tgandan keyin deydi, ana boyvuchcha kelib savol berdi deydi. Xolamni bolalari onasini ziyorat qilib turadimi deb aytdi deydi. Ha, kelishadi desam. Endi men aytsam ko'ngliga olishi mumkin. Sen aytib qo'ygin, sal ustiga qarab tosh-bosh qo'yib bir chiroyli qilib qo'ysin debdi. Haligi gapni deydi, men ham deydi o'ylamay, netmay ha deb qo'yavermabman-da deydi. Haligi onaxonni bolalari keluvdi deydi. Aytdi. Endi xafa bo'lmaysizlar. Elchiga o'lim yo'q. Mana u marhumani bolalari aytib ketdi. Endi kimligini aytmayman. Bolalari ko'p ekanda endi. Shu xolam bolalarga aytgan, bir qabrning ustini bir chiroyli qilib qo'ysin. Biz uyalyapmiz. Bizni qarindoshlarimiz kelsa, bizni onamizniki chiroyli yotibdi, bularniki faqat tuproq. Bunday tosh-bosh qo'yib, g'ish-pish qo'yib, men chiroyli qilsin deb aytib ketdi. Ishoning deydi, menga shunday javob berdi deydi, muzlab qoldim deydi. Shunaqa deyishdimi dedi. Ha, baraka topsin, mayli. Onani juda ehtirom qilar ekanda. Lekin endi elchiga o'lim yo'q. Siz ularning gapini aytdingiz, men ham aytaman, siz ham ularga yetkazib qo'yasiz dedi. Ha, nima gap desam dedi. Men bu gapni aytmoqchi emas edim, lekin ibrat bo'lsin deb aytayapman. Men har hafta yoki 10 kunda bir xatmi kabira qilaman. 4 ta do'stimni chaqiraman-da, birlagan osh qilib, xatimni bag'ishlab onamga bag'ishlayman. U onasini qabrini ustini bezayotgandir. Men onamning qabrini ichini bezayapman. Aytingchi, biror marta umrida Qur'on xatm qila oldi. Parcha yer, parcha bulut, parcha osmonga shukr. Menga taqdir tuqqasi, nurli makonga shukr. Shumaga